Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdıka Coroz. Washington'da sözleyimiz. Bugün Çislak 2026 yıl 6. ayının 23. gün ettiği Seyşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizin esak, birinci olup hazırlatı tükelgen haberi Qaraganda Angliyaның Veziri Steymer hizmetinden vazifesinden istifa verdi. İkincisi, Şavli Maliyesi'nin bugünkü haberi Qaraganda Cumhur Taşqi İşler Ministerliği'nin peşqadam yani nüfuzluq bayanatçısı Hua Chunyun Japonya'ya kaçıp geldi. Bu iki haber. Hani üçüncüsü yeni bir tekrarlayımız kunni arlap yakık degendek. Mesela en âli yol yok. Xitay aldamçıdır, yalğançıdır, oğrudur. 6. ayının 16. günü Amerika Qo'shma Shtatlar Kengash Palatasida ma'qullangan qaror loyiha yoki qonun loyiha va buni tonishtirish jarayonida Scott Kemp senator so'zlagan e'lon qilgan bayonotida shunday dedi: Xitoy aldamchidir, yolg'onchidir, o'g'ridir. Mana bu bugungi vaziyatimiz ham sizga yetkazadigan, bizning takrorlaydigan en âli yol yürüyüşümüz yok arkadaş. Bugünkü haberlerimizde vatandaş anadın keyinki haberlerimizde evvelde saat desep değil. Mundak başlaydı vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump mundak ko'rsatdi. İran uzunğucu yadro tekshirishga qo'shildi. Mavzuli xabar 6. ayının 23. günü Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Prezident Donald Trump haftaning 1. kuni, yani 6. ayının 22. günü mundaq ko'rsatdi. İran o'zining yadro qurollari planini uzunğuca tekshirishga qo'shildi. Bu o'tgan hafta İran bilan imzolangan vaqtli kelishimdagi bir turlik halqiliq bir modda edi. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump sotsial haqiqat mediasida fikr qoldirib, mundaq ko'rsatdi. Har bir odam to'liq tushunishi kerakki, İran nayt zo'r qurol-yarog' tekshirishga qo'shiladi va yadro siyosati bo'yicha uzun muddatgacha samimiyatini saqlaydi. Bir xabar ketdi vatandaş. Endi ikinci xabarimiz Tehran yadro tekshirish xodimlari Ironga qaytib kelishga qo'shilgandan keyin Amerika Moliya Ministerligi Iron bilan neft sotishini yoki neft savdosini tasdiqladi. Mavzuli xabar 6. ayning 23. günü Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar undaq boshlandi. Amerika söhbət vəkilləri bilan İran söhbət vəkilləri Şveysariyada yuqori dərəcəlik texniki məsələ söhbəti ötkəzgəndən keyin Amerika Qo'shma Shtatlar Moliya Ministerligi haftaning 1. kuni, yani 6. ayının 22. günü İran'a vaqtlik ruxsat genişkisi berib, İran'ın nefet işlep çıkarışı ve nefet satışına ruhsat kıldı.
Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Scott Bessent universal matbuot fikr yozib, embargoni vaqtli qo'yib o'tganligini e'lon qildi. O mundaq ko'rsatdi. Shveysariyada o'tkazilayotgan unumli suhbatga asoslanib, İran Hormuz bo'g'ozining erkin ve echib etilishiga va'da berdi. Hem xalqaro yadro qurollari tekshirish guruhining İran'a kirishiga yo'l qo'ydi. Moliya ministri Bessent yana mundaq ko'rsatdi. Suhbat ramkisining bir qismi sifatida Moliya ministrligi 60 kunlik muhlat bilan vaqtli kenishga berdi. İran'a nefit ishlab chiqarishga, to'shishga va sotishga ruxsat berildi. Mana shu kunlik suhbatdan jarayonda erishilgan natijalar yuqorilar vatandosh. Endi yana bir xabar. Tayvan qonun chiqarish palatasining boshlig'i Han Kuo-yu partiya guruhlaridan alqagan vakillar umikini boshlab Amerikaga ziyoratga kelib, parlament diplomatiyasi elib bordi. Amerikaning Tayvan turishliq vakolatxonasi samimiy tabrikladi. Mavzuli xabar 6 ayning 23 kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Ayning 23 kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Kechiringlar. Xabar mundaq boshlandi. Washington Tayvan qonun chiqarish palatasining boshlig'i Han Kuo-yu Şu yer vakti 6 ayının 21 günü Tayvan Kanun Çıkarış Palatası partiya guruhlardan alqağa vekiller ümükünü başlap Amerika'ya yetip geldi. Amerika Qo'shma Shtatlari parlamenti bilan parlament diplomatiyasini ilgari surdi. Amerikaning Tayvan turishliq vakolatxonasi Han Kuo-yu boshchiligidagi vakillar ummikining Amerikani ziyorat qilishini samimiy tabrikladi. Amerikaning Tayvanda turishliq vakolatxonasining boshlig'i Raymond Gerin Han Kuo-yu boshchiligidagi vakillar ummikining Amerikani ziyorat qilishini samimiy tabrikladi. Endi bu xabarga agishib, shundaq bir narsa xabar tepinlar vatandosh. Parlamentlar diplomatiyasi Arliqda Gomindanning raisi Jennifer ziyorat qildi. Natija ko'rinarli emas. Uni keyin to'xtalaylik. Endilikda qonun chiqarish palatasining boshlig'i Han Kuo-yu keldi. Bu kishi o'zi Gomindan kishi endi hokimiyat sirtidagi partiya Amerikada ziyorat boshladi. Bir xabar chiqdi o'tirliqda. Bu xabar qarab turib, intayin nozuk. Lekin jungo uchun aytganda bu qudratli zarba. Intayin nozuk, jungo uchun aytganda qudratli zarba. Nima? Masalan, Han Kuo-yu hozir 10 kuncha yaqin, 10 kundak digdak Amerika ziyoratda bo'ldi. Amerikadan Tayvanga qaytadigan chog'da tunji bo'lib o'ltirdigan aeroplan. Bunun sebebi tunji bo'lib deganda aeroplanning o'zi tunji bo'lib Washingtondan Tayvan Taybiga bevosita uchadigan aeroplan yo'lga qo'yildi degan gap vatandosh. Nima deymiz endi bu xabarda? Qanday tahlil qilib yetkizimiz sizlar qanday tahlil qilishlar o'zinglar vatandosh. Hozir men bu Tayvanga shunday g'urat uruqni bagallik uchun qo'shilib ketayotganim yo'q vatandosh. Bunun jungoga yetib kelgan zarbisini mana kulki bilan uzatyapman bu vatandosh. Han Kuo-yu keldi, 10 kundagidek mishadi Amerikada ziyoratda bo'ldi. Tayvanga qaytadigan chog'da o'ltirdigan aeroplan
Tuncu kıtım Washington'dan Tayvan'a bir vasıta hava yolu açıldı. Bir vasıta hava yolu da uçup verip Hango'yu şu aeroplan bile Tayvan'a geçiyordu. İşte hemen de kaldı tabii şey. Endi qo'shimcha sizlarga anlatırığımız kısa haberler. Kısa haberler. Amerika umumi taraftan kol saldı. Devlet Meclisi İran taraftan hem Halk Pulu meselesi Katarlık üç taraftan Cumhuriyet Kompartiyasını arağa aldı. Arağa kıstap aldı degan gap ama arağa aldı degan qo'shib aldı degan gap kıstap geldi. Amerika kechiringlar, Amerika istihbarat baş teftişi vazifasidan ayrılışdan burun portlash xarakterlik bir xabarni qoldirib ketdi. Fusi shunda qaraq edi ismi yuqumli kasal davrida Amerikada sayya ishlar mas'ul bir odam bo'lgan yuqori darajalik amallar ismi Fusi edi. Hozir mushu davatda hozir Fusi bilan Wuhan virus tajribaxonasining munosabati va uning qora pardasi oshkorlandi. Bu taqvo vatandosh Fusi bilan Wuhan virus tajribaxonasining munosabati qora pardasi oshkorlandi. Axborot yashmisi 6-oyning 22-kuni yurdi. Ekranda Ukrayna umumyuzlik hujum qildi. Rossiyaning raketa ishlab chiqarish zavodi bombardimon qilindi. Belorussiyaning 80 ming kishilik armiyasi chegaraga qistab keldi. Bu kimning chegarasi? Rossiyaning chegarasimi yoki Ukraina chegarasi bilgin olmaydi. Demak, shunday bo'lsa, Belorussiya ham urush qatnashib, Ukrainaga qarshi urush kirdigan bo'lsa, o müziği balay afetler yiyildi vaqtda. Hozir Ukraina Krimiyani ozod qiladigan jangga kiryapti vatandosh. Chiqarildi. Raketa qo'ldan chiqarildi. Rossiyaning uchur aloqa markazi bombardimon qilindi. Ukraina bombardimon qildi. Raketa yasaydigan zavodi bombardimon qilindi. Bu Rossiya Ukraina to'g'risida xabar kelganlar. 6-oyning 23-kuni YouTube. Ekranda İran vekili meydanda çekilmekçi bo'ldi Arliqda. Lekin mecburi üstüge gelip gelindi. Marco Rubio Devlet İşler Katibi atlanıdı. Yani yolgu çıkıdı. Fakat muavin prezident Somi hizmet ziyaret kıldı. Muşun düşünmedi. Amerika Koşmuş Müstatları Devlet İşler Katibi Marco Rubio atlanıdı. Yani seferge çıkırdı diyen de atlanıdı diyen gep. Fakat Somi için bilen görüştü. Somi için nöbette Tayvan'da prezidentin muavin prezidenti Tayvan'ın. Ondan sonra Marco Rubio Tayvan'a berip Somi için bilen görüşemdi. Nerede uçuruşudu? Muşunu da mavzu enik emas. Lekin ben şunarak düşündüm, sizler şunarak düşünülemedim. Tayvan Cungo diplomatları ve çekten alqıgan urushqa qandaq taqabul turdi. Amerikanın Yaponiyaga o'rlashtirgan harakati bevosita Cungoga zarb berdi. Yangi tangliqlar televiziyasi 6-oyning 22-kuni YouTube. Yani bir haber. Tayvan vaqtdan burun harbiy o'rinlashtirishni boshlab o'tdi. Yangi tangliqlar televiziyasi 6-oyning 22-kuni YouTube. Ekranda Cungo'nun nüfus aholisi 200 milyon azlab ketdi. Yani 200 milyon kemlab ketdi. AI olamshumul mahbiyatlikni ichib tashladi. AI olamshumul mahbiyatlikni ichib tashladi.
Rusya, Jungo, Amerika'nın yoşuron diplomatik uğraşı intayin nazik bulup atıdı. Yeni Tanrıklar Televizyesi 6. ayının 22. günü yurtta. Ekranda Japonya devlet gücünün tehdi yok. Çünkü korkuşu başladı. Esim mavzu. Çünkü Japonya Sodesi boğup taşlandı. Soğudu uğraşı başlandı. Çünkü ile Japonya otursuda. Çünkü Japonya'ya seyrek topa setişini toxtattı. 9 saat ilgili el qılğıç peytler torbiti 6. ayının 23. günü yutar. Ekranda Hango'yu Amerika'ya ziyaretke geldi. Amerika Gomindan'ın reallıkını, tonüvelişini talep kıldı. Harbiy kural yarak setip verişini Jungo'dan sorap olturmayız. Jungo Kompartiyasiga agahlandırış Tayvan'ı ahmak kılma. Akbarat yaşmısı 6. ayının 23. günü yutar. Ekranda Amerika oygandı. Maliye Ministri Scott Bessent'nin sözü bütün Amerika'na zilzilgi saldı. İgilik hukukni Jungo'ga götürüp bergede bulmaydı. Esimavzu Amerika pek uzun uxladı. Prezident Donald Trump'ın Maliye Ministri'nin sözü Amerika'nı zilzilgi saldı. Zayıflaşış, bu bir xil tallaş. Gülünüş, bu yine bir xil tallaş. Mesela Bessent'in, Maliye Ministri Bessent'in etkini zayıflaşış, bu bir xil tallaş. Şundakla gülünüş, bu yine bir xil tallaş. İktisadi bexatarlik, bu devlet bexatarlikidir. Sanaat işlep çıkarış yok, devlet igilik hukukuna başkalarına ötünüp beridiğen devletler. Sanaat işlep çıkarışı yok, devlet igilik hukukunu başkalarına ötünüp beridiğen devletler. Hakika, ben hakiki dünya. Torbiti 6. ayının 23. günü yutar. Aldamçı Xitay, yani aldamçı devlet. Yani bir haber. Jungo, Şinjin şehrinde taşkı, soda, zakaz, nöl güç kaldı. Azı halkara cemiyeti Jungo'nun aldamçı devlet dedi o mu? Aldamçı devlet, Jungo'nun Şinjin şehrinde taşkı, soda, nölge, zakaz. Taşkır dünyadan Jungo'da sanat tarmaklar zakaz geliş gerek. Zakaz boyucu işleş gerek. Hazır zakaz yok, nöl güç kaldı. El kılgıç peytler torbiti 6. ayının 23. günü yutta. Gördünler vatandaşım, Maliye Ministri Bessent'nin degen sözüne ait ciddi agahlandırış. Mesela Amerika halkı hatta bütün dünya, Amerika pek uzun ukladı. Endilikte Amerika oygandı. Amerika üzerine ilgili hukukunu ikinci bir devletke kötere bilinmeydi. Uçuk aytkanda Amerika üzerine ilgili hukukunu Jungo'daki devlet kötere bilinmeydi. Denleşler kilovatkan siyasetlerinin hemisi kilovatsa, hemisi endi tövende yana bir mıhavirimiz var sizlerge söz deydi.